Hindistonda erkak ibodat qilib 5 yildan buyon bir joyda tik turgani aniqlandi. Hindistonlik Davlat Griji Maharaj ismli erkak ma'naviy kamolotga erishish maqsadida 5 yildan buyon bir joyda qimirlamasdan tik turibdi. Ma'lumotlarga ko'ra, erkak hindularning Shiva xudosi sharafiga Khada Tapasya nomli nazr bergan. Ushbu nazrga ko'ra, u 12 yil davomida bir joyda tik turishi kerak. Aytilishicha, bu amaliyotning mohiyati shundaki, e'tiqodlarga ko'ra, nazr muddati tugagach, inson ruhiy quvvatga ega bo'ladi va ilohiy kuch bilan bog'lanish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ta'kidlanishicha, Maharaj oyoqlarini yozib dam ola olmaydi va hatto o'tirib ham hordiq chiqarmaydi. U maxsus tayanch moslamasiga suyanib, tik turgan holda uxlaydi. Ushbu moslama uning yiqilib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Biroq tanaga tinimsiz tushayotgan bunday yuklama uning sog'ligiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Erkakning oyoqlari kuchli shishib ketgan, rangi qoraygan va qon aylanishi buzilgan. Davlatning holatini mahalliy ibodatxona ko'ngillilari kuzatib borishmoqda. Ular erkakning